(2026) Chevrolet Labo yangi avlod modeli ixcham yuk tashuvchi avtomobil sifatida yanada takomillashtirilgan ko'rinishda taqdim etildi. Ushbu model kichik biznes egalari va kundalik yuk tashish ehtiyojlari uchun mo'ljallangan bo'lib, zamonaviy dizayn va amaliy imkoniyatlarni o'zida mujassam etadi. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, zamonaviy faralar va mustahkam bamper dizayni avtomobilga yanada jiddiy va ishonchli ko'rinish beradi. Kuzov ixcham bo'lishiga qaramay, yukxona hajmi kengaytirilgan va yuk ortish hamda tushirish jarayoni yanada qulaylashtirilgan. 2026 Chevrolet Labo kapoti ostida tejamkor va ishonchli benzinli dvigatel joylashgan bo'lib, u kundalik shahar harakati va qisqa masofali tashuvlar uchun moslashtirilgan. Dvigatel quvvati optimal darajada bo'lib, yoqilg'i sarfi iqtisodiy ko'rsatkichlarni taqdim etadi. Mexanik uzatmalar qutisi silliq ishlashi bilan ajralib turadi va haydovchiga to'liq nazorat hissini beradi. Osma tizimi yuk bilan harakatlanishda barqarorlikni ta'minlaydi. Mustahkam shassi esa uzoq muddatli foydalanish uchun xizmat qiladi. Ichki salon oddiy va funksional uslubda ishlab chiqilgan. Haydovchi o'rindig'i ergonomik shaklda bo'lib, uzoq vaqt rulda o'tirishda qulaylik yaratadi. Old panelda zarur ko'rsatkichlar aniq va tushunarli joylashtirilgan. Konditsioner tizimi, zamonaviy audio tizim va usb ulanish porti kabi qulayliklar haydovchi va yo'lovchi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Salon materiali sifat jihatidan yaxshilangan bo'lib, kundalik foydalanishda chidamlilikni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida 2026 Chevrolet Labo asosiy himoya tizimlari bilan jihozlangan. Kuchaytirilgan kuzov konstruksiyasi to'qnashuv vaqtida himoyani oshiradi. Old xavfsizlik kamarlari, mustahkam tormoz tizimi va barqaror boshqaruv tizimi haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Kichik o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda harakatlanish oson, aylanish radiusi esa juda qulay ko'rsatkichlarga ega. Yuk tashish imkoniyatlari ushbu modelning asosiy ustunliklaridir.